Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'ngillik so'z programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hammamizga ma'lumki, yaqinqi davrda bizniki radio televiziya ishlarimiz ushqandek taraqqiy qilib, xalqimizning turmushiga nurg'unlagan o'zgarish va taraqqiyotlarni olib keldi. Biz ana shu o'zgarish va taraqqiyotlarning bir ifodasi sifatida o'z yezisida oldin beyg'on bir jup ayolni sahnaga taklif qildik. Qani, marhamat. Voy! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy! Yaxshimisiz? Voy! Bunaqa umid qaniydiga bo'lib chiqdi-ku. Televizorga o'xshasa? O'xshaydi. Ovozi o'xsha kerak. Shuma? Men shunda qilyapman. Shu ana ovozi qilyapti. Qani, marhamat. Balkim shu ko'ngillik so'z programmamizni ko'rgan-ku deymizlar. Ha, ko'rgan. Ko'rgan, 3 qozon bor bizning uyda. 3 qozon? Ya bir rasket qilab, 3 qozon bor-ku. Voy, men hozir ishlatayotgan 2 qozonning gapini qildim. U dotes qolgan qozonni demadim. Siz tuyuqsiz 2 qozonni gapini qilib qoldinglar. Ya asli 3 qozon bor ukam. Voy, u tegi teshilib ketgan mis qozonni men asib oldiganlar 5 ko'janga sekiratdim dedim-ku. Onisidan bor-ku, oltin qozon qolgandek qilib ketdi bu yerda. Ya xabar qozon setyaptingmi? Bo'ldi, sayga olgan deyishayli. Qaraganda bu qozon cho'qim uyda birsida polo, birsi lag'maydigan qozon ekanda. Ay, aqab qiziq gap qildi kelsin deyman. O pologa qozonni bir lag'may itaveramiz biz. Nima? Shu poloning tegini tutmaydi u qozonda. Tutmaydi-da, boz setyapti o qozonni. Taga ramsa bo'ldi. Qaraganda 3 qozon bo'ldi bu, ha? Qaraganda 3-chi qozonni cho'qim go'shnab pishirishlar deymi? Yo, o'gizda. O'gizni go'shnab pishiramsizlar? Voy, endi o'giz qozon bor-ku, ukam. Bizning shu televizor radiolarimizga shu nomerlarni 71 dan qozonda, go'shnab pishirgan qozon emas, ukam. Endi uni qo'yib ketdi. Sizlarning gapinglardan endi biz bu qozonning qanday qozonligini uqdik. Ya'ni bu Abnum rayonimiz bo'yicha radio televiziyani oilalarga yetkazish el rayi qurilishida haqsiz taqatgan, ya'ni radio televiziya signallarini qabul qilgan qozonki. To'g'rimi? Ha, shu. To'g'ri. Hamsa sizlarniki mushu qozonni bir ekranda ko'rib baqsaq deymiz, ha? Ya'ni ekranda bir ko'rib baqaylik. Voy, mushu qozon deymi? Ha, Mehmet Bodek. Mehmet Bodek. Ha, tuzun tushikka. Bizim mehliği bu. Bu. Bizim var gerçekten. Ha, bakın. Muhtarla bakın, ha. Kapı soyup çıkmadı dendi. Ana, şu. Yey, hayfkam koysuytuk baka vakta oda. Vamay gideyim ha, bana dikine. Demek, mushu qozonni bekitgandan keyin sizlarniki televiziyaniki kanallar ko'payib, radioning частотлары ko'paydi deymi, ha? Ha, shunda, vajib nomerlarni ko'ramiz biz deyman. Mush xotin atterda kechmagan nomerdan hammani qo'ymay ko'rsamazmi, qo'liga yaqini evalsa, menga nomer tegmaydi, o'zini ko'rdi bu deyman. Voy, bu odammi-ku? Tursunay İbrahimjon o'ynab chiqib qolsa, "Voyjon, Tursunay İbrahimjon chiqdi" deb, mush televizor kirib qilib ketdi. Ey, televizorda Tursunay İbrahimjon tayyor o'ynab tursa, uni qarab turmaysan, qarab turibsan-da. Endi bu o çolpanlarni o'yga o'ynab yurmaydi. Qaraganda adimiz televiziya teatrlarini ko'p ko'rdik ekan, ha. Akimiz bo'lsa, mushu san'at nomerlarini ko'p ko'rdik ekan-da. Men shu xabarlarni qo'ymay ko'rma. Shundami? Voy, aytgandicha to'quvchilar bilan billah, markazdan kelgan Sado deb radioni ichib bildi bu odam. Ey, sen Mevlüt İbrahim'in ne çıktın telefonda nakş etmedin ba. Ben bir nakş etse kulağını iti alayım deyim. Neymiş kendi? O yarışardı öz yalnız yaşaydığın atak vakırat nakş ettiremezsin ba. Voy, bu adamı-ku, radyodan ağlayan haberlerini kötü dokmuşka bir munca adamını jığıp elip tazı kotuldap verdi. Hem kögen ne deyimiz de bizden de. Qaraganda akimiz xabarlarni jiq ko'rib seviyasi eshitdi, ha. Shundaq endi. Biz bag'amni xabarlarni ko'rganki nurg'un narsa bilib ketdik-ku. Bizga hozir Amerikaning zotan Obamani taniymiz, ha? Taniymiz. Qaraganda akimiz xabarlarni ko'rib, dunyo vaziyatini aytib yaxshi tushunib ketibdi, ha. Endi adimizmi televiziya teatrlarini ko'rgandan keyin balkim nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldi deymi? Voy, his qilganlarimni bek chiqgan. Hozir mushu chet ellik, mush Xansu artistlarmi-ku, Uyg'urchani suvdek so'zlaydigan bo'ldi. Tushunalaymiz, ha. Uyg'ur deb qildi. Bu gapingiz menga bir ishni eslatib qo'ydi. Ayni chog'da bizning yezdimi bir bola mushu Bodi akam Kavli buvam deb so'ngan, ha. Bu tarjima filmlarimizning seviyasining o'sishiga ergishib nurg'unlagan kishilarga nisbatan xuddi mushu
Ducuqari kuchaliqdek. Azmatxon xuddi qo'shnisida bo'lib ketdi. Endi seningki bir qitimliq ziyorat degan bir gapinglar meni o'ylantirib qo'ydi. Sizlar shu radio televiziya bizni beyitdi degan gapni qilib ketasizlar. Shunday fikrim. Endi jiq pulimizmi yo'q, 7-8 million pul bor, Jiq emas 7-8 million. Endi bir 200 dak kala, 2 mingdak qo'y o'shkimiz bor. Mushu oyliqqa televizorda Munbat tuproq degan programmani bergandan keyin biz jiq narsani bilib ketibdayman. Asli bu program ko'maysan oldi bizning qo'tallarimizda bu mollarimizmi oz bak o'roqda qara. Voy qotirib ketgan ukam. Ammo siz jiqirib tushkidansizdi. Voy istirib to'xtamaydi rahmatli qo'ylarning. Dedim o rahmatli debman. Qaraganda o rahmatlining o'zini so'yib nazarni qishlaydi ular, ha? Qarzeli dasmi soldiq-ku, depaslar. Bu shu radio televizorlarda biz diqqatlarga o'simsiz qarz beramiz degan xabarni anglab qilyapmiz. Darhol qarz oldik. Shuning bilan ishimiz yaxshib ketdi, dehqonchilik qildik, chorvachilik qildik, deydik. Pul topdik. Madem dehqonchilik programmalarini anglab boy bo'ldi. Men televiziya filmini ko'rib boy bo'ldim. Hamki radio del Xotalik Oltinxonning hikoyasini anglab, men madem baqqal qo'ylarning uchun bikor ketmasin deb, nalimizning chiroyli qo'li chevar 5-6 cho'kani yig'ib elib, uyimning bulug'iga gilam to'qiydigan karxandan birini qurib oldim. Qaraganda oilaviy karxana quribsiz-da. Ne o'ylayman, bu xodlarning oldiga bo'z birdan televizorni qo'yib, bo'yna birdan radioni is qo'ysangiz, atga bandasi qo'ydi. Gam, bu jo'narilish qala tamoq yemiginimga qo'shchiman men. Endi bir yaxshi jo'ngab chigil chiqargan bo'lmabsiz. Voy bugam, men televizorning orlig'iga e'lon bergan chaqda qo'limni pokizib, tamog'ini tayyor qilsam bo'lmaydi bu odamdan. Endi uningdan boshqa bizniki hozir televiziya stantsiyamizda o'zimiz ta'sis qilib ishlayotgan nurg'unlagan maxsus programmalar bor. Balkim bularning ta'siri cho'nqur bo'ldi deydi. Voy ta'sir cho'nqur bo'ldi. Voy madamga bir umr bo'zak bo'lib ketganman. Qonun puhra degan programmadan ayollarning o'zini unda qo'g'daydigan yerlarini ugunib olgan deb, hozir qo'rqmaylar bu odamdan. O'tir. O'tir. Qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi. Endi yaqin yoqi bizniki kasbiy taraqqiyotimiz tez bo'lyapti. Biz nurg'unlagan program loyihalash guruhlarini ta'sis qilish bilan birga nurg'unlagan program baholash guruhlarini ta'sis qilib programmalarimizni baholayapmiz. Lekin yanada eng muhimi sizlar o'xshash tomoshabinlarning, ko'rmanlarning fikri biz uchun intayin qimmatli boylik. Hay ukam, mening bir taklif fikrim bor edi. Meni shu guruhga kirgizib qo'ying a. Bo'ladi. Hatta taklifingizni bir anglab olsak bo'ladimi? Qarang ukam. O'zimizning filmlardan G'arib sanam, Sirliq karvon, Ra'naning to'yi, Saidjonning malning o'limi degan filmlarni bir qo'yib beringlar. Buni qo'yib tashlabdi. Uni bir to'rga ko'rsam bo'lmamda? Xo'sh. Hay, o'mchik emas, men to'rga yamishirgan. Saviya masalasi bor. Aytib tapas sistemi demasi bor. Haqiqatan akımızdan edimizden seviyesine ait üstü. Endi bu akımızdan edimizden yana bu iki mehmanı teklif kılıştın asas sebep ula öz yizde aldın beygan. Ondan başka yani intayin mühim bir sebep var. O bozumu bulandaki 4 perzenti var. Bu 4 perzentinin birisi chet elde doktorluğunu okuyatıdı. Kalan 3 perzenti işkirde. İkisi doktorlukta, birisi magisterlikte okuyatıdı. Bir dehqon atanınki 4 perzentini bunda terbiyelep çıkışı hakikaten asan emas. Şuңашqa aldı bilen sizlarniki muş farzandlaringizga bo'lgan hissiyotinglar bilan bizning programmamizga qanday taklifinglarni bir anglab qo'ysak. Hay ukam. Muş programmani ishkir o'lkidagi bolalarni ko'ralamdi. Balkim shu topda bolalarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ha? Am siz gap qilsam bo'lamda? Bo'ldi. Jinim balam, meni ko'rdinglarmi? Mening sizlarni bek ko'gim kelgan. Sizlarni chiqqan bo'lgan bo'lsanglar bir ko'rib olgan bo'lsam. Jinim balam, vaqt topsanglar, dikti bir ket bizni ko'rib ketinglarchi. Men sizlarni bek sevib ketdim. Shukr. Xo'p, ishtiganingizga ko'zing suyunib, men bir ish keldim. Ish yapamsiz. Balalar, biz kichik vaqtimizda sharoitimiz yaxshi bo'lmag'achqa, yaxshi o'qiyolmagan. Biz sizlarni o'qitimizda nurg'un tirishdik, nurg'un jafolarni chekdik. Axir o'qitdik. Sizlarmi bizning umidimizni aqildinglar bolalar. Jamiyat ushqanday taraqqiy qilayotgan muzaq mezgillarda biz radio anglab, televizor ko'rib, nurg'un narsalarni tushundik.
nurg'un narsani o'rgandik, pul topdik, boy bo'ldik. Nima uchun? Sizlar. Lekin pul hamma narsaga qodir emas. Odam qirg'anda bal xumar, odam xumari bo'lib qolgan. Sizlar aldirashdan bilib bolalar. Lekin shunda bo'lsa-mu, biz yildan necha qitib kelib, bir ananglar aytganda issiq tomoqni yeb, g'umur mungdishib, burada radio anglab, televizor ko'rib, mungdishib o'tlasak. O'zingiz bir söylang ha. Ay bo'ldi. Menimcha sizniki bu hissiyotınız ve fikriniz bizning ko'ngillik so'zining intayin yaxshi bir temisi. Biz bundan keyin shu temni ishlashni cho'qim o'ylashimiz. Endi programmamizning oxirida sizlarning bir haqiqiy tilinglarni anglab qo'ysak, ha? Mening bir tilagim batdi. Deb batamsiz. Mushu ovoz jarangliq, so'z aniq, Abduqayim Imin degan odam biz ko'rsatib qo'ysangiz bo'pti. Bo'ldi. Biz o'rinlashtiraylik. Belki akımızın bir tiliga bağlayayım ha. Rastga qilamda. Rast yapınız. Fukam mushu Urumchiga kelgan kirakimizni Şurada tutturaylı, hatırlayacağım bunu. hisob do'st arzimabdi degan gap. Bo'ldi. Qadrli tomoshabinlar, biz bugun bizniki bu ishki mehmonimiz bilan bizniki jamiyatimizning umumyuzlik taraqqiyoti va radio televiziya ishlarimizning xalqimizning turmushiga ko'rsatgan ta'sirlari haqida nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldik. Endi bugungi suhbatimizning bizning keng tomoshabinlarimizga bizniki butkul taraqqiyotimiz va shundaqla taraqqiyotimizdagi ba'zi masalalar haqida cho'nqur o'ylanish va tafakkurlarni ato qilishni umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.